Mehnatni tanlab bo'lmaydi, lekin mehnatga muhabbat qo'shilsa har qanday kasb san'at darajasiga yetadi. Ayniqsa bu mehnatni ayol kishi bajarsa. Albatta, va navbatdagi lavhamiz qahramoni cho'lda eng shiddatli shamol ichida tabiat bag'rida ishlaydigan ayol, uning do'stlari tuyalar, uyi qumlar, tayanchi esa irodasi. U shunchaki tuya emas. U an'anani saqlab kelayotgan, tabiatni sevgan, mehnati bilan yuraklarga ilhom bag'ishlayotgan haqiqiy o'zbek ayoli. Va shuning uchun ham biz bugun faxr bilan aytamiz, har bir xonadonda, har bir yurtda, har bir sohada ana shunday fidoyi ayollar bor. Birgalikda unda ko'ramiz. Tuyalar ilk bor miloddan avvalgi 1000 yilliklarda, xususan Arabiston yarimorolida, Eron va Markaziy Osiyoda qo'lga o'rgatilgan. Tuyachilik ayniqsa Ipak yo'li davrida juda taraqqiy etgan. Xorazmda ham tuyachilik qadimdan rivojlangan. Bu hududda savdo, transport, hatto qishloq xo'jaligida ham tuyalardan foydalanish odat bo'lgan. Ayniqsa cho'l va yarim cho'l hududlarda tuyalar hayot uchun beqiyos yordam hisoblangan. Ayrim joylarda, ayniqsa Xorazmning chekka qishloqlarida tuyachilik bilan ayollar ham shug'ullanishgan. Bu yerda oftob qattiq, shamol shiddatli, lekin bir ayol borki, u tabiatni nafasida his qiladi. Uning do'stlari tuyalar, cho'l esa uyi. U tuyachonba. U oddiy tuyachi emas, an'anani saqlayotgan, tabiatni his etadigan, mehnati bilan ilhomlantiradigan ayol. Qumlar orasida ishlasa-da, lekin ruhi osmon kabi keng inson. Tuyalarni shunday yurishini ko'rib, qiziqib qolganmiz. 6 yil avval shug'ullanib boshlaganmiz. 10 tuya olib faoliyatimizni boshlaganmiz. Mana hozir 20 dan oshiq tuyamiz bor. Tuya yaxshi jonivor bu, aqlli, mehr bersang mehr beradi. Bo'taloqlari bor. Kunim ertalab 6 dan shu yerga kelish bilan boshlanadi. Kechqurun 7-8 larda ketaman. Sinar tuya bu yil olib kelganmiz, tuyalarimizni ko'paytirish uchun. Maqsadimiz sonini 100 tuyaga yetkazish. Sapargul opa har bir tuyasiga ism qo'ygan. Bu tumor, eng donosi deydi. Bu tik o'rkach, ishtiyoqli va chaqqon. Tuyalar uning nafaqat tirikchilik manbai, balki do'stlari, hamrozlari. Bu tuyalar bizlar uchun oddiy tuya emas, har qisini nomi bor o'zining. Mana bugun tug'ilgan tuyamiz nomini oq tuyoq deb qo'ydik. Chunki uning tuyoqlari oppoq. Eng sevimli tuyam Momiq tuyam. Xarakteri yumshoq bo'lgani uchun Momiq deb qo'yibmiz nomini. Tuya sutida vitamin C moddasi sigir sutiga nisbatan 3-5 barobar ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun ham u immunitetni mustahkamlaydi. Hattoki qandli diabetni birinchi turi nazorat qilish imkoniyatini ham beradi. Eng asosiysi, allergiyaga moyil insonlar ham tuya sutini bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Shuning uchun ham aynan mazkur manzilga kelib ertalabdan tuya sutini iste'mol qilish yurtdoshlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Hozir men ham tatib ko'raman. Juda ham mazali va to'yimli. Gurlan tumanining olis chekka qishloq ayolining bunchalik ishbilarmonligini ko'rib, hayratlanmasdan iloj yo'q. Mana shunday ulkan texnikalarni ham boshqara olarkansiz. Bu ayol kishi uchun qiyinchilik tug'dirmaydimi? Qiyinchilik tug'dirmaydi. Men uchun xo'jayinim yordamida, farzandlarim yordamida o'rganganman. Hozir ayni paytda shu dala maydoni tekislashlarini olib borilyapti. Tuyachilikdagi daromadimizdan mana bu texnikani olganmiz. 80 gektardan ziyod dala maydonimiz bor. Tuyachilikdagi faoliyati dastlab oddiy qiziqishdan boshlangan bo'lsa, bugungi kunda qo'shimcha boshqa yo'nalishlarda tajriba orttirishiga zamin yaratildi. U qishloq ayoli. Uning kun tartibi
tabiat bilan hamnafas. Ahamiyatlisi, Soporgul opa har bir ishni turmush o'rtog'i bilan hamjihatlikda yelkama-yelka amalga oshirayotganligi sababli unga bu yumushlar qiyinchilik emas, balki zavq bag'ishlamoqda. Oziqasi yaxshi bo'lsa, tuyalar yaxshi rivojlanadi. Bemorlar tuya sutidan yaxshi bo'ldim desa, shuni quvonamiz. Faqat tuyachilik emas, asalarichilik, dehqonchilik, hamma sohaga qiziqaman. Asalarichilikni 10 oiladan boshlaganmiz. Hozir 20 dan oshiq oilalari. Mana shu yerga kelsam, shu ish jarayonlaridan zavqlanaman, kuch-quvvat olaman. Ertalab yo'lga chiqqan Soporgul opa quyosh tajovuzkorlik bilan nur sochganda ham to'xtamaydi. Sababi bu yerda faqat mehnat emas, iroda, sabr va muhabbat bor. Biz mana shunday ayollarimiz bilan haqli ravishda faxrlansak arziydi.